Assalomu alaykum Qo'ng'irot tumani xaridorlari. Ko'rib turasizlar, Qo'yjelar zavodidan o'sunda ulkan mashinada svejiy xarizm o'g'illarimiz kelyapti. Bugun 16-iyun ko'rib turasizlar, kichkina xaltasidan keldi, ham ulkan xaltasidan keldi. Qo'ng'irot tumani xaridorlari ko'p klientlarimiz so'rab o'tiribdi, xarizmni qachon keladi, xarizmdan boshqasini jemiman deb o'tgan klientlarimizga o'sha videoni jibarib qo'ysangiz bo'ladi. Eng jaxsonlarning biri bo'ladi, kichkina xaltasidan keldi. Ham ulkan xaltasidan keldi. Qo'ng'irot tumani xaridorlari bilganingizdek, o'sha o'rnimizni olsangiz, bizlarning bomba aksiyamizga qatnashib, besplatno yulugol o'g'illarimizni o'tib bo'ladi. Manzilga kelsak, manzilimiz Dixon bozor bo'ladi. Ko'rsangiz bo'ladi, Dixon bozor. Munajag'imiz Diamond Cafe bo'ladi. Diamond Cafe betdan, ya'ni Aydos Cafe betdan kelsangiz, o'sha yerda o'rtada Qo'ng'irot tuman magazini bo'ladi. Eng svejiy ham eng jaxsonlarni topsangiz bo'ladi. Ko'rib turasizlar, assortimentimiz ko'p. Eng jaxsonlarda Qo'ng'irot tuman magaziniga kelib olsangiz bo'ladi. Manzilimizni ko'rsatdik, tomondagi telefon nomerlariga xabarlashsangiz